Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun Xudo xolasa 22-aprel videolarimiz mana ko'rganlaringizdek katta bo'lishyapti. Mana suvini qo'yamiz, takin yangiladik, tagiga qog'oz tashladik. Ana shularning birontasiga vaksina berilmagan, vaksina qilinmagan, chektonik ham berganim yo'q. Boshqasini ham qilganim yo'q, ukolini ham qilganim yo'q. Ko'ziga, burniga hech qanaqa dori tomirganim ham yo'q. Mana o'zlari 3 kunlikdan tortib 2 haftaligigacha olib kelganman. Mana shularni mana o'zlari katta bo'lyapti. Bateriya yo'q, 21 ta belgi. Har xil zotlardan bor. Uxiylilardan, Lakidanzi, Kares, Qarashaqzoda va tochkali, birama tochkalilar bor. Xudoga shukr, mana katta bo'lyapti. Start dondan beryapman. Bug'doy yoshligiga, maydaligiga bug'doy nondan berdim. Tuxum berdim, faqat tuxum bilan berdim. Endi hozir start dondan beryapman. Broiler start dondan. Katta bo'lyapti. Faqat suvga siyoqli suv bor. Siyoqli suv. Oti ham ismi turmaydi, shuni ismi turmaydi. Ana shundan beraman. Istaqasi ham zo'r. Faqat hozir bilmayman issiq qo'ryapman manasini damlamamen 22 plus ichi. Uyda ichi 19 gradus. Suv kub ichyapti faqat. Bittadan shu suv kub bo'lib ichib ketyapti. Lampochka turg'uchi tushni yonib turadi. Endi qaynatilgan suv beraman lekin. Yaxta suv bermayman. Qaynatib sovitilgan suv beraman. İştahasını ko'rib turibsizlar, zo'r. Hammasi tetik. Hammasi zakonli. Endi mana kattalari bor. 25-ga broyli bo'lib qoladi. Ana shu broylilarni tashqariga, klepcha kapakka ko'chiraman. Endi dalaga turadi. Havolar mana issiq qoldi nasibda. Mana shunday qilib bemalol o'zlari katta qilsanglar bo'laygan. Men birinchi katta qilishim, oldin boqqanman, lekin ko'p o'ldirib yuboraydim. Shuning uchun bozordan 1,5 oyliklarni, 1 oyliklarni olaydim. Maydalarni boqolmaydim. Hozir mana Xudoga shukr. Maydalarni ham 3 kunliklarni ham olib keldim. Dori, mayda chuydalarni olib keldim, lekin birontasini berganim yo'q. Faqat shu margansopga, suvga, margansopga, ozgina margansopga har kunlik qo'shib beraman. Tamom. Yoshligiga 1 litr suvni 2 kun ichaysiz. Hozir har kun ikkitala 1 litr, kechqurun yarim litr tashib qo'yaman. Ikkitala 1 litr, kechqurun yarim litr. Ana shu kechqurun qo'yganim, ikkitala qo'yganimni kechqurungacha 1 litrda ichib bo'ladi. Keyin kechqurun yarim litr qo'yaman, ikkitalagacha o'zi ichib bo'lgan bo'ladi. O'zi katta bo'lib qoldi o'zi. Ancha katta bo'lib qoldi.